Sazanın mozalısı. Oğlan chiroylisi. Ne bu zerkalniydi yani. Dım chiroyli balık. Sazan. 40 ming so'm dedilar sazan. Sazan 40 mı? 40 ming so'm. May başla ne? May başla 20'den. May başla 20 ming so'm. Ha, optimum berasizlar. Oğla avan balıklarını tushirib beramiz. Bugun 3-dekabr obunachilar hammaga assalomu alaykum. Shovot tuman Pir baliq bozoridamiz og'alar. Xudo xolasa sizlarga qisqa va lo'nda qilib baliq narxlarini va tozalashlarini ko'rsatamiz. 18 ming so'm bir kilo. 18 ming so'm. 20 ming so'm bo'ldimi? Hava 20'den. 20 ming so'm bo'ldi bir baliq. 18 ming so'm bo'ldi ha. Ha, 18 ming so'm bo'ldi. 20 ming so'm. Ha, 20'dan. Vallahi gap yo'q. Yemek nasib etsin. Uyda borib kepatib o'zingiz o'stirasizmi uni tozalab? Yaxshi. Sazanlar, sazanni ko'rsatadi. Ha, hozir og'ay sazanni ko'rsatib beradi. Endi olib jonivorlar. Bular jonivormi endi bular xola? Mol qo'ylar aytamiz. O'tgan safar ham shu fikrga keldi kallama. 1 kilodan ziyoddi bular. Ha, 1 kilodan ziyoddirang. 1 kilo 300, 1,5 keladi deydilar. Qarab turasan-ku bulara. Chiroyli baliq. Inabuni chog'i? Qaraslar 8 ming so'm ekan. Ana. Qo'shroy, chiroyli baliqlar. Ana narxlari 8 ming so'm, 40 ming so'm, sazan baliq. Buydan necha bo'lib turibdi og'alar? Assalomu alaykum. 11 ming so'm. Ikkisi 1 kilo keladimi, uchisimi? İkisi 1 kilo geladi. İkisi 1 kilo keladi. Maybosh. Bular nechadan og'a? Bular 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan. Baliq sezoni og'alar, baliq yeyish sezoni bo'lib turibdi. 10 ming so'm ekan. Yaxshi og'a, rahmat. Og'alar, rahmat. Karta yok bende ağa. 10 ming so'mdan bu alıp 10 ming so'm. Bu 10 ming, bu 13 dedilarmi? Ana shunday ekan narxlar. Yaxshi, keyin baliq tozalash. Qani. Sazanlar necha so'm og'a? Assalomu alaykum. 37 ming so'm. 37 ana 40 adi, 37 bedayna zerkalni. 1,5 kilo keladi dedilar. Xo'sh, chiroyli baliqlar. 37. Yaxshi og'a. Rahmat. Keyin bedag'alar tushirtiradigan og'alarimiz bor, tushirtirmaydiganlar bor. Apkalarimiz ko'p beda tushirmaydiganlar. Assalomu alaykum. Piyosrilar necha bo'ldi og'a? Piyosri 20 ming so'm. Buni mazasi ham sazandan qolishmaydi lekin og'alar. Piyosri ham mazali baliq bo'ladi. 20 danmi? Gap yo'q. Neni baliq og'a bu? Yangi kombinatli baliq ekan. Piyosri. 1 kilo kelan, birsi ya ko'proqmi og'a? 1 kilo 200. 1 kilo 200 bir donasi. Yaxshi og'a, savdongiz bersin. Keyin qarasmi bular og'a? Assalomu alaykum. Necha so'mdan qo'ydingiz bularni? 20 ming so'm. Ana, o'ynab turibdi ekan. Yaxshi. Keyin kattaroqlarini, o sazanmi bu og'a? Ya nima bularni? Pulni aytib beravering yaxshi. 25 so'm ekan. Piyostrini yana bir qiylang. Assalomu alaykum og'a, yaxshimisiz? Necha so'm bu? 20 dan. 20 ming so'm. U piyostri boshqacha rangi, bu boshqacha. Har xil bo'ladi ekan. Ha, ko'l boqilish bo'lar ekan shunda. 20 ming so'm. Ina bu qaraslarning? 10 ming so'm. Qaraslar 10 ming so'mdan. Ajoyib. Yaxshi og'a, savdongiz bersin. Bu yerda tozalaydigan og'amiz bor edi, bir baliq ortishdan tozalashdan bir ko'rsatadi. 20? Ha, buni ko'rsatdik. Qaysi? Bu necha bo'ldi Greyford og'a? Og'a necha bo'ldi bu? Sen aldıysa Instagram'da. Neden görüp geldiniz?
Balıklı mı? Aldamız. Neçe so'm bo'ldi bu? Uka? Ben bilmeyeyim. Tamam. Hali ko'kkani? 18,5. Ha, 18,5 bo'pti. 18,5 bo'pti. Hey, xiyo bozor.